Biznes kattalashgan sari eng katta xavflardan bittasi rahbarda komfort zonaga tushib qolish yoki kibrga berilib qolish. Shunda belgilaridan bittasi xodimlarini eshitmay qo'yadi. Ya'ni aslida meni gapim o'tishi kerak degan narsa o'zi bilmagan holatda, juda ham sezilmagan holatda shunaqa odatlar shakllanishni boshlaydi. Va sezilmasdan oxiri bitta yiqiladi. Ya'ni birinchi belgisi o'sha xodimlarni eshitmay qo'yishi, kibrlanishi, lekin ko'rinishidan kibrli emasga o'xshab ko'rinaveradi, lekin kibr o'sib borayotgan bo'ladi. Va mana shu biznesni yiqilish nuqtasi hisoblanadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Doim maslahat so'rash kerak xodimlardan. Maslahat eshitish kerak. Xato maslahat bersa ham to'g'ridek qabul qilib, keyin muhokama qilgandek bo'lish kerak. Xullas, umuman olganda kibr biznesni juda katta ob'yomga chiqqanda ham sindiradi. Ayniqsa katta ob'yomda qattiqroq sinishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kibrni sindirib yurishga harakat qilish kerak. Buni bir nechta taktikalari bor. Kibrni sindiradigan mashqlar, shunaqa narsalar bor. Buni o'rganish kerak.